Kuzatuvchilarimiz avtorealda mashinalar bilan qisqacha sizlarga tanishtirib o'tamiz. Vazik mashinamiz ham bor, mana 30 million so'm. Keyin Labo mashinamiz var 2024-yilda ishlab chiqarilgan 105 million so'm. Panel ko'rsatkichlari orqasini polni ham yerdagi metallning. Chang'an mashinamiz 150 million so'm. Nexus 3 mashinamiz sotildi, xudo xolasa. Bu mashinamizni hozir videosini qo'yamiz postda. Keyin 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 3'imiz bor, 95 million so'm kelishamiz. Keyin hozir keldim 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz tayyor, metan, yumshoq bo'lgan hamma narsasi narxi 155 million so'm. Bu yoqda keyin 24-yilda ishlab chiqarilgan yana bir Cobalt'imiz 46 million, 146 million so'm. Buning metallari ham narslar bor, iki detalida yengilgina kreskasi bor. 70 million so'mga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz ham bor. Keyin 118 million so'mga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz var, mexanik, bu da mexanik. Bu yoqda avtomat korpus 2019-yilda ishlab chiqarilgan 117 million so'm, Malibrol, Malibor hamma narsalar bor. Gentramiz 165 million so'm, 2023-yil hamma narsasi bor, full. Hurmatli kuzatuvchilar, agarda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, shu telefon nomerini qoldiraman, Telegramdan sizga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz.